Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ekranga ikkitadan bosib like'lar bosib qo'yamiz. Bizni kuzatib o'tirasizlar aziz do'stlar. Telefoningizlar tekshirib qo'yasizlar, svязь bo'lib turinglar. Kimgadir nimadir yutuq chiqadigan bo'lsa qo'ng'iroq qilamiz. Hammalarga omad aziz do'stlar. 2000 dollarlik o'yinimiz davom etadi aziz do'stlar. Bir ming 38 bilet. 1038 bilet. Aziz do'stlar, aytib yurmaysizlar, mendan negadir sal noto'g'ri ko'rsatyapti kamera. Old tomonni qo'yganim uchun adashmasam. Bemalol ishtirok etsanglar bo'ladi, обязательно. O'yin majburiy emas aziz do'stlar. Danse. Akamiz va opamiz siz bilmadim. Biz o'yinda ishtirok etish uchun Telegram silkamizni YouTube'da shapkasiga qoldirib qo'yganmiz. O'sha joydan Telegram kanalimizga qo'shilasiz. U yerda o'yinimizga taalluqli ma'lumotlarni shaxsan o'zim berib boraman. Kimga ma'qul kelsa, o'yin shartlari, qoidalari bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Yo'q, hozir bilet tugadi. 2000 dollarlik finalni o'tkazyapmiz. Dilshod aka. Keyingi o'yinga start beramiz, tayyor turinglar. Nasib bo'lsa o'sha o'yindan bilet olishingiz mumkin. Bo'ladi. Xo'p, qisqacha tushuntirib o'taman aziz do'stlar. O'tasiz. YouTube sahifamizdan Telegram kanalimizga o'tganingizdan keyin Telegram kanalimizga kirganingizdan keyin u yerda qaysi turga start berildi, bilet narxi necha pul, biletlar soni qancha va o'yinimizga nima sovg'alar qo'yilgan. Shulardan tanishib chiqasiz. Ma'qul ko'rdingizmi, ma'qul topdingizmi? To'lovlarni amalga oshirasiz, chekini WhatsAppda yoki Telegramdan yuborasiz va biletingizni operatorlarimiz yozib berishadi. Ana undan keyin finalimiz xuddi shu kabi o'tkazamiz aziz do'stlar. Bemalol o'yinga ishtirok etishingiz mumkin. Ishonchli, chestni, halol aldovlarsiz. Yo'q, akajon, O'zbekistondan umuman iloji yo'q qatnashdi Bekzod aka. To'lqa Rossiyadan, boshqa shaharlardan bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Agar Sberbank kartangiz, rus kartangiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishtirok etib, omadni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Faqat O'zbekistondan, Qozog'istondan ishtirok etishga iloji yo'q. Mumkin emas. Rossiyaga, musofirlarga taalluqli bu o'yinlarimiz. Kartangiz bo'lsa bemalol ishtirok eting. Rossiyada ishlab yurgan bir yaqin tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qiling, bitta bilet xarid qilib berdik. Siz telefon nomeringizni qoldirsin, to'lovni amalga oshirib, bizga chekini yuborsin, sizning nomingizga bilet yozib beramiz. Siz O'zbekistondan Turkiyada o'shanda ishtirok etsangiz bo'ladi. Yutgan pulingizga, chiqqan prizlaringizga xohlasangiz qanchadir qismiga bilet olishingiz mumkin bizdan, qanchadir qismini kartangizga tashlattirishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'rishib, qayerdan olishni aytamiz, prizlarni, sovg'alarni qo'lingizga topshiramiz. YouTube'da olgandan keyin aziz do'stlar, kartalarga tashlab beramiz, qayerdan olishni aytamiz, ko'rishib qo'lingizga olib ketasizlar, video chaqib tashlab berasizlar, keyin Telegramlar obunachilar ko'radi. Yangi qo'shilayotganlar ham qiziqib ko'radi. Bo'ladi. Faqat hozir biletlar tugadi. Keyingi turga start beramiz, ana o'shanda ishtirok etsangiz bo'ladi akajon. Mansur aka. Rahmat aka, rahmat. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Ishonchinglar uchun avvalambor kattakon rahmat. Sizlar poddeshkalar bilan, ishonchinglar bilan mana finallarimizni o'tkazyapmiz. Obunachilarda yutuqlarni topshiryapmiz. Rahmat kattakon. Rahmat, ijodiylarga omad debdi Azizbek aka. Rahmat sizga ham. Joningiz sog' bo'lsin. Yo'q. Biz mashina qo'yganimiz yo'q. To'lqa hozir pul qo'yapmiz. Musofirlarga nima kerak? Akalar, opalar, o'zingizlar aytinglarchi. Musofirga keladi, uy qilaman O'zbekistonda, yo bir mashina qilaman, yo bir nimadir ish qilaman, yo to'y qilaman degan maqsadda kelishadi. Bu yerda hozir men mashina qo'yaman, katta turga start berib. Bu mashinani Moskvadan turib kimdir yutib olishi mumkin yoki Sankt-Peterburgdan turib yutib olishi mumkin. Yutib olgandan keyin u mashinani Moskvadan
Zavodskaya metrodan yo metro Katennikidan kelib olib keting desam, menga akajon mashina kerak emas, O'zbekistonga qanday olib ketaman, pulini bering deb shu narsani talab qilishi mumkin. Yoki kimdir o'sha pulni, mashinani pulini olib, naqd pulini olib, o'shani ustiga yana ozgincha qo'shib, kattaroq, qimmatroq inomarka sotib olishi mumkin. Yo to'y qilaman degan bo'lsa, to'yga ishlatishligi mumkin. Agar bizdan mashinani olib, mashinani qanchadir arzonga yo qimmatroqqa sotib, yana uni pulini nimagadir ishlatib yuborishi mumkin. Shuning uchun aziz do'stlar, hammaga vigidniy bo'ladi degan umiddaman, udobna bo'ladi degan umiddaman. O'shaning uchun biz faqat pullarni qo'yyapmiz. Может быть, qo'yishimiz ham mumkin, aziz obunachilar. Topshiramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa topshiramiz. Artur, assalomu alaykum. Qo'yamiz akajon. Ovoz beramiz Telegram kanalimizga. Qani qancha ovoz yig'sa, pulli o'yingaslar beramizmi? Mashina qo'yaylikmi? Qanaqa inomarka qo'yaylik? Kobotlardan bosamizmi? Gentra bosamizmi deb so'rovnoma tashlaymiz. Qaysi biri ko'p ovoz yig'sa, o'shani qo'yamiz. Farqi yo'q akalar bizga. Sizlar nima desanglar, o'shani bosamiz. Только вперед dedik-ku. Qadishkani ayamanglar, chotki bo'ladi. Xo'p. Bo'ldi akajon. Shuhratbek aka. Bo'ldi, davom ettiramiz. Bo'ldi. Qaro qiling debdilar Shuhrat akamiz. Bo'ldi akajon. Inobatga olamiz. 1038-bilet edi. 1038-biletga nima sovrin chiqadi, hozir tekshirib ko'ramiz, bilamiz aziz do'stlar. Shuncha odam kuzatyapti, atiga ozgina like bosilgani, aziz do'stlar, likelardan bosib turinglar. Xursand bo'laymi deb ko'rgan paytimda. Aziz do'stlar, like bosib turinglar. $1000! Tabriklaymiz, $1000. $1000 priz chiqdi. 1038-biletimizga. Aziz do'stlar, $1000. Mana $1000 1038-biletga. Nima qilib ko'rsam yaxshi ko'rinyaptimi? $1000. Tabriklaymiz. Qo'ng'iroq qilamiz. $1000 egasini hozir aniqlaymiz aziz do'stlar. Xo'p. Kim ekan bu inson? $1000 egasi kim ekan? Hozir aniqlaymiz aziz do'stlar. Ko'tarmayaptilar aziz do'stlar, iltimos. Bilet oldingizmi bizdan? Final vaqtini bildingizmi? Finalni ko'rmasangiz ham yoqib qo'ying. Обязательно internet ishlab tursin. Oldilar. Sizlar yaxshi emas. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom opajon. Sizni Muhammad Chesni kanalidan bezovta qilyapmiz. O'zingizni tanishtiring, qayerdansiz, nechanchi yilsiz, ismingiz nima? Ismim Hamida, 95-yilman, Surxondaryodan. Hamida opa, $2000lik o'yinimizga nechta bilet oluvdingiz? Yo'q, rostdanmi? Ha, $2000lik finalimizga nechta bilet sotib olgansiz bizdan? Bitta bilet sotib olgandim. Aha, bitta bilet. Biletingiz nechi nomeri? 1038-bilet edi. 1038-bilet. Hozir qayerdasiz? Qaysi shahardasiz? Hozir Moskvadaman, Rossiyada. Ha, yaxshi. Opajon, bizni kanalimizga sir bo'lmasa qayerdan qo'shilib qoldingiz? Kim tavsiya qildi? Bizga qiziqdi, shu haqida ma'lumot bersangiz qisqacha qilib. Dugonam tavsiya qilgandi. Dugonam sizni bunaqayizda Muhammad Chesni konkursda qatnashib yutib olgandi. Keyin ham tavakkallik qilib bilet sotib olgandim. Rahmat, ishonchinglar uchun kattakon rahmat. Omadinglarni bersin. Yana ham katta yaxshi yutuqlar nasib qilsin.
Opajon, bizdan Muhammad Chesney kanalida o'yinida ishtirok etib, 1038-biletingizga $1000 yutib oldingiz. Opajon, tabriklayman, yaxshi kunlaringizga buyursin. Rahmat. Rahmat. Tavakkal qilgandim, ishonmagandim. Tavakkal qilsa chiqadi. Bitta olsangiz ham, 10 ta olsangiz ham Alloh beraman desa, bittaga ham chiqadi. Faqat ishonib o'ynash kerak. Ha. Obunachilarga ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa bildirib qo'yasiz. O'ynab yutganlar bor, yutkizganlar bor. Ha, obunachilarga o'ynanglar sizlar ham Chesney ekan, ishonmagandim, tavakkal qilgandim. Bitta bilet olib, mana yutuq chiqib turibdi. Gap yo'q opajon, gap yo'q. Nasib bo'lsa opajon, operatorlarimiz sizga bog'lanishadi, yutug'ingizni qaydan olishni aytishadi. Yoki-da karta raqamlaringizga tashlab berishadi. Rahmat opajon sizga. Qo'ng'iroq qilishadi. Xo'p, rahmat. Xo'p. Aziz do'stlar, $1000 opamizga chiqib ketdi. 1038